Oshxonaga suriladigan oynali eshik hech qachon o'rnatmang. Ular chang yig'adi, yog'ni tutib qoladi va tozalash deyarli imkonsiz. Buning o'rniga yon devorlarni butunlay olib tashlang. Ikkala tomonga polgacha yetadigan balandlikda idish javonlari qurib chiqing. Bu javonlarda banka, butilka va boshqa buyumlar saqlash mumkin. Yuqoriga esa slaydli rels o'rnatiladi. Shunda ikki shisha panel eshik sifatida yon tomonlarga siljiydi. Oshxonaga juda qulay. Ikkinchidan, shkaflarning pastki qismidagi plastik tagliklarni bekor qiling. Ular oyog'ingiz tegishi bilan tushib soxta burchak oyoqchalarni o'rnatmang. Buning o'rniga shkaf ostiga g'ishtdan poydevor qurib chiqing. Keyin ustini keramika plita bilan yopib chiqing. Tozalash oson, hech qanday bo'shliq yo'q. Hasharotlar ham kira olmaydi. Mebel bo'yicha foydali ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'ling. Oshxonaga suriladigan oynali eshik hech qachon o'rnatmang. Ular chang yig'adi, yog'ni tutib qoladi va tozalash deyarli imkonsiz. Buning o'rniga yon devorlarni butunlay olib tashlang. Ikkala tomonga polgacha yetadigan balandlikda idish javonlari qurib chiqing. Bu javonlarda banka, butilka va boshqa buyumlar saqlash mumkin. Yuqoriga esa slaydli rels o'rnatiladi. Shunda ikki shisha panel eshik sifatida yon tomonlarga siljiydi. Oshxonaga juda qulay. Ikkinchidan, shkaflarning pastki qismidagi plastik tagliklarni bekor qiling. Ular oyog'ingiz tegishi bilan tushib soxta burchak oyoqchalarni o'rnatmang. Buning o'rniga shkaf ostiga g'ishtdan poydevor qurib chiqing. Keyin ustini keramika plita bilan yopib chiqing. Tozalash oson, hech qanday bo'shliq yo'q. Hasharotlar ham kira olmaydi. Mebel bo'yicha foydali ma'lumotlar uchun sahifamizga